Bu ovoz ko'pinchimizga tunishliq. Chunki bu ovoz bizning atdegandagi shirin uyqumizni buzib, bizni rahatsiz qiladigan ovozlarning birisi. Atdeganda bo'libmi yoz kunlari saharda shundoq bir shirin uyqu borki, buningdan kechmak nihoyat tez. Shuning uchun namozlar ichida bizga ig'ir keldigani, bo'libmi yoz kunlari atdeganda turish nihoyat tez turadigan bomdod namozi. Chunki bomdod namozining vaqti dal mushu uyquning eng shirin vaqtiga to'g'ri keladi. Ammo mushu shirin uyquning tegiga biz o'ylab boqmagan muvaffaqiyat va natijalar, oxiratda cheksiz savob va mukofotlar yushirilgan. Bu natija va muvaffaqiyatlar va abadiy hayotdagi mukofotga faqat mushu shirin uyqusidan voz kechgan sanoqli kishilar erisha oladi. Shuning uchun natija qozonganlarmi faqat sanoqlilar bo'ladi. Amaliyotda sahar turmoq shuncha tasmo, atdegandagi shirin uyqudan kechmak shuncha qiyinmi? Biz bomdod namoziga turolmayotgandik yoki turmayotgandik. Reallikqa qaraganimizda biz bomdod namoziga turolmayotmaymiz, balki turishga bel bog'lamayotimiz. Atdegandagi ruhliq aktiv vaqtimizdan unumli foydalanishga ahamiyat bermayotimiz. Masalan, biz atdeganda aeroplanga kechikib qolmaslik uchun yoki ma'lum idora organdagi oldin kelishgan vaqtga kechikib qolmasligimiz uchun bomdod namozining vaqtida yoki uningdan burunmi o'rnimizdan tura olamiz. Hatto ba'zi narsalar bomdod namozining vaqtidan burun ozroqli arzon sotilsa, biz shu arzon bahoga sotib olish uchun bomdod namozidan burun turib qatoratga tizlamiz. Hatto xizmat kunlari xizmatga kechikib qolib, maoshimizdan kesib ketmaslik uchun o'rnimizdan saharda tura olamiz, ammo ishga bormagan demalish kunlari bomdod namoziga tura olmaymiz. Demak, bizdagi masala bomdod namoziga tura olmaslik masalasi emas, bomdod namozining qimmatini bilmaslik, ozg'ini dunyo manfaatiga ahamiyat berganchilik, bomdod namoziga ahamiyat bermaslik masalasi. Agar biz bomdod namozining qimmatini va bomdod namozining tegiga yushirilgan savob va mukofotlarni haqiqiy ravishda tunib yetsak, dunyodagi o'tkinchi manfaatlar uchun qo'llangan usullarni va jiddiy qarash irodani bomdod namozi uchunmi qo'llangan bo'ladi. Bir ishga ahamiyat bermaslik, uningga sal qarash, u ishning qimmatini bilmaganlikdan kelib chiqadi. Qimmatini bilgandan keyin bu sal qarash, bu aqlsizlikdan kelib chiqadi. Men sizlar bilan oldi bilan bomdod namozini vaqtida o'qiganlarga beriladigan 5 cho'ng mukofot va bomdod namozini vaqtida o'qishga yordam beradigan bir qism usul va taktikalarni o'rtoqlashaman. Birinchisi, bomdod namozini vaqtida o'qigan odamni Alloh taolo himoyasi va kapolat ostiga oladi. Ya'ni bir odam bomdod namozini vaqtida o'qisa, Alloh taolo u odamni, oilasini, mol dunyosini, dinini himoyasi ostiga oladi-da, u odam qalbida huzur va omonatchilik his qiladi. Payg'ambar alayhissalom qandoq bir odam bomdod namozini o'qisa, Alloh taolo u odamga kepil bo'ladi deydi. Agar sizga davlat raisi emas, oddiy saqchidan birisi kapolat bersa, o'zingizni qanchalik xotirjam his qilasiz? Albatta Alloh taoloning kapolati, himoyasi uningdan netchasi bexatar. İkincisi, bomdod namozini vaqtida o'qish ruhliq va aktiv qiladi. Payg'ambar alayhissalom sizlarning biringlar uxlagan vaqtida shayton sizlarning gardiningizga 3 tuganchini chigib qo'yadi. Ya'ni vasvasadan kelib chiqqan 3 xil ruhiy chigishlikni paydo qilib qo'yadi. Bu chigish sababli biz uxlagan vaqtimizda shayton bizga uxla, texi kechi uzun deb vasvasa qiladi. Kishi uyg'ongan vaqtida Allohni zikr qilsa, ya'ni ko'zni ochgan vaqtida subhanalloh, astag'firulloh deganga o'xshagan Allohni tilga olsa, shaytonning 3 tuganchisining birinchisi işlip ketadi. O'rnidan turib tahorat olgan vaqtida ikkinchi tugancha ishib ketadi. Namoz o'qigan vaqtida uchinchi tugancha ishib ketadi-da, fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Aktiv, ya'ni ruhliq, tayyiban nafs, ruhi pak, ya'ni ruhi ustun, ko'tarangi bo'ladi. Va illa agar uxlayversa, asbaha khabithan nafs kaslan, ruhi kir, kaslan, burun, ruhi tushkun bo'lib qoladi deydi. Demak, bomdod namozini vaqtida o'qish bizni oxiratda, ya'ni qiyomat kunisi buyuk savob va mukofotlarga erishtirib qolmay, mushu dunyodami bizning ruhiy dunyomizga biz o'ylab boqmagan foydasi bor. Uchinchisi, sahar turib bomdod namozini vaqtida o'qiganlarning rizqi keng va barakatli bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhissalom sahar turganlarning barakatli bo'lishiga duo qilgan. Payg'ambar alayhissalom hadisda Allohumma barik li ummati fi bukuriha. Ey Alloh, mening ummatimdan sahar turganlarga barakat ato qilgin deb Allohga duo qilgan. Payg'ambarimizning duosi shaksiz ijobat. Qur'on tarjimoni deb atalgan mashhur olim sahoba Abdullah ibn Abbas atdeganda uxlayotgan bir yigitni ko'rib, atdeganda rizq taqsim qilinadigan shundaq vaqtim uxlamsa, o'rnidan to'g'ri deb o'rnidan qopirib o'tgan. Dunyodagi kofir bo'lsin yoki musulmon bo'lsin, muvaffaqiyat qozongan, natija qozonganlar qarab qolgan bo'lsaqmi, ularning o'rtaq alohidligi atdeganda sahar turish. Masalan, Olma shirkatining ijroiya amaldori Tim Cook atdegan sahar soat 4:30 da o'rnidan turadi ekan. Twitterning qurg'uvchisi Jack Dorsey mo atdegan soat 5:30 da o'rnidan turadi ekan. Bundan boshqa dunyoda muvaffaqiyat qozonganlarning ko'pinchisi atdegan turishni o'ziga odat qilgan ekan. Nima uchun? Aktiv, ruhliq, sog'lom bo'lish uchun va vaqtidan
unumli foydalanishi uchun. Ya'ni vaqtliq dunyoga oid ishlar uchun mushundaq sahar turadi ekan. Biz bomdod namozini vaqtida o'qish uchun sahar tursak, ham oxiratdagi mukofotlarni qozona olamiz, ham dunyodami o'ylab boqmagan natijaga erisha olamiz. Masalan, xizmat yoki maktab tufayli yoki kichik bolalar tufayli o'zini taraqqiy qildirishga, yangi til o'rganishga vaqt ajratolmagan kishilar yoki onalar bomdod namozidan keyin uxlamasa, bolasi uyg'onib bo'lguncha yoki xizmatga berib bo'lguncha 2 soatdan 3 soatgacha vaqtga erisha oladi. Bir odamning kuniga har kuni 2 soat vaqt qo'shilsa, bu vaqtdan unumli foydalansa, bu odamning hayotida o'ylab boqmagan o'zgarishlar bo'ladi. 4-inchisi, bomdod namozini vaqtida o'qiganlarda qiyomat kuni boshqalarda bo'lmagan bir xil nur bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom hadisda qorong'uda bomdod namozi uchun manganlar qiyomat kundagi bir nur bilan bishorat olsin, xushxabar olsin deydi. 5-inchisi, bomdod namozini vaqtida o'qigan odam dunyo va dunyodagi pulga yaraydigan hamma narsalarni Alloh yo'lida sarf qilgan, Alloh yo'lida sadiq qilganga o'xshash savob qilishadi. Buni payg'ambarimiz degan. Payg'ambar alayhissalom rak'atul fajr xayrun minad dunya va ma fiha. Bomdodning 2 rakat sunnati dunyo va dunyodagi narsalardan yaxshi. Ya'ni dunyo va dunyodagi narsalarni Alloh yo'lida sadiq qilgandan yaxshi deydi. Dunyodagi oltin, nefit, pulga yaraydigan hamma narsalarni tasavvur qiling. Shu narsaning hammasini Alloh yo'lida xarjlagandan bomdodning 2 rakat namozini vaqtida o'qisangiz, buning savobi eshib ketadi. Ondaqda buncha savob va mukofotlarni qo'ldan bermaslik uchun qanday qilganda sahar tura olamiz? Birinchisi, xuddi aeroplanga chiqib qolmasligimiz uchun oqshimi baldir uxlaganga o'xshash, ati bomdod namozi o'qiyman deb bomdod namozi uchun baldir uxlaymiz. Masalan, biz atlagan saharda aeroplanga bilet olgan bo'lsak, kechikib qolmasligimiz uchun oqshimi baldir uxlaymiz. Yoki ma'lum idora organga oldin kelishganga vaqt olgan bo'lsak, shuni kechikib qolmay deb oqshimi baldir uxlaymiz, telefon o'ynamaymiz, kino ko'rmaymiz. Shuning ahamiyat berganchilik bomdod namoziga ahamiyat berib oqshimi baldir uxlaymiz. Ikkinchisi, uxlashdan ilgari ig'ir tomoq yeyishdan saqlanamiz. Uxlashdan ilgari ig'ir tomoq yeyish salomatligimizga ziyonli qilish bilan birga atdeganda ig'ir besib sahar tura olmasligimizga sabab bo'ladi. Uchinchisi, uxlashdan burun ko'proq qaynoq suv ichib berish. To'rtinchisi, 2 xil soat udullaymiz. Birisini zihnimizda udullaymiz. Ya'ni atdegan men bomdodga turman deb zihnimizda iroda bog'laymiz. Yana birisi, telefon yoki soatni biz turadigan vaqtga to'g'rilaymiz va soat yoki telefonni o'zimizning yiroq o'ringa qo'yamiz. Bo'lmasa telefon to'g'rilsa besib o'tib yana uxlashimiz mumkin. Agar biz soat to'g'rilab, soatni besib o'tib yana uxlab qolsak, boshqalar orqali yordam so'rab, bomdod namoziga, ya'ni turadigan vaqtda boshqalar telefon qilib uyg'otib qo'ysa bo'ladi. Assalomu alaykum. Qoptim. Ma'qul. Boshqalar telefon qilgan vaqtda qopdim deblam xo'sh deb qo'yatmay, uning bilan 1 minut ahvollashish toki uyqusi echilg'uchilik. 5-inchisi, shayton sizga vasvas qilib, "Texa uxla, kecha texa uzun, texa tong otmadi" deb qiziqtirayotgan vaqtida Allohning sizni huzuriga chaqirayotganligini eslang va a'uzu billahi minash shaytonir rojim deb o'rningizdan dast turib keting. Esingizda bo'lsin, sizga bomdod namozi ig'ir kelsa, bomdod namozini davomli vaqtida o'qiy olmasangiz, o'zingizda munofiqlikning alomati borligidan gumonlansangiz bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhissalom hadisda bomdod namozi bilan xutbam namozi munofiqlarga ig'ir keladi degan.